Sizda bo'yin, yelka yoki hatto kurak sohasida og'riq bor. Ehtimol bu og'riq umurtqa pog'onasidan kelmayotgandir. Ko'pchilik massajni, terapiyani, jumladan manual terapiyani sinab ko'radi, lekin barchasi bekor. Men ham buni sinab ko'rganman. Yelkamdagi muammoni hal qilish uchun xiropraktika kollejiga o'qishga kirganman. Bu yordam bermadi, chunki men simptomni davolagan edim. Men bu soha o't pufagi bilan bog'liq ekanini bilmas edim. Men sizga bu muammo sizda bormi yo'qmi qanday aniqlashni ko'rsataman. Menda 30 yillik amaliyot bor. 40 mingdan ortiq bemor bo'lgan. 10 ta holatdan 8 tasida bu butun shu sohada zo'riqish, spazm va og'riq bo'ladi. Siz bularning barchasini aynan shu yerda his qilasiz, ammo bu og'riq manbai bu yerdan emas. Tibbiyotdagi umumiy muammo shundaki, shifokorlar bu o'zaro bog'liqliklarga qarashmaydi. Avval nima uchun o't pufagi yoki jigar sizda bunday muammo keltirib chiqarishi mumkinligini tushuntiraman. O't pufagi bu xaltacha, u o'ng tomonda qovurg'alar ostida joylashgan. Undan bitta naycha ingichka ichakka boradi, ikkinchisi esa jigarga boradi. Jigar o't suyuqligini ishlab chiqaradi. O't suyuqligi esa o't pufagiga oqib tushadi va u yerda konsentratsiyalanadi. Siz ovqatlanishga tayyor bo'lganingizda o't pufagi qisqaradi va o't suyuqligini ingichka ichakka chiqaradi. U yerda u yog'larni parchalashga yordam beradi. O't suyuqligi o'ng yelka sohasidagi og'riq bilan qanday bog'liq? O't tarkibi xolesterin va o't tuzlaridan iborat. Agar xolesterin juda ko'p bo'lsa va o't tuzlari kam bo'lsa, o't toshlari hosil bo'ladi. Ammo o't toshi hosil bo'lishidan oldin juda muhim bir bosqich bo'ladi. Bu o't cho'kmasining hosil bo'lishidir. Bu cho'kma barcha naychalarni berkitib qo'yadi. Kuchli bosim hosil qiladi va diafragmal nervni bezovta qiladi. Bu nerv aynan shu tomondan o'tib, shu sohada aks etuvchi og'riqni keltirib chiqaradi. Bilmayman sizga ko'rinadimi? Bu diafragmal nerv. U diafragmaga boradi. Diafragmaning bevosita ustida jigar joylashgan. Mana bu jigar. Uning ostida esa o't pufagi joylashgan. Wikipediyada aytilishicha, diafragmal nerv nafas olishni boshqaradi. Chunki diafragma bu mushak. U qisqarganda va bo'shashganda o'pkalar kengayadi va qisqaradi. Ko'pchilik buni bilmaydi, lekin bu nerv nafaqat diafragmani boshqaradi, balki bo'yinga qaytuvchi sensor signallarni ham yuboradi. Ya'ni bu yerda go'yo ikki tomonlama oqim mavjud. Bu nerv o't pufagi shimdindek jigarning tashqi qismi bilan ham bog'liq ekanligi haqida ma'lumotlar bor. Agar turg'unlik, shish yoki boshqa holat bo'lsa va buning natijasida o't pufagi yoki jigar kattalashsa, shu sohada aks etuvchi og'riq paydo bo'ladi. Bu juda keng tarqalgan muammo. Uni hal qilish juda oson, ammo jarrohlik, dori-darmonlar, manual terapiya, fizioterapiya yoki massaj yordam bermaydi. Bu faqatgina ovqatlanish bilan bog'liq muammo. Va tez orada men sizga bu muammo sizda bormi yo'qmi qanday aniqlashni ko'rsataman. Siz buni yarim daqiqada aniqlaysiz. Do'stlar, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va barcha bildirishnomalarni yoqish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Agar barcha bildirishnomalarni tanlamasangiz, YouTube yangi videolar haqida eslatmasligi mumkin. Bu oddiy harakat bilan siz kanalning yanada rivojlanishiga katta yordam berasiz. Davom etamiz. Bu holat o't suyuqligi yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. O't yetishmovchiligi nimadan kelib chiqadi? Eng avvalo, estrogenning ustunligi tufayli. Sabablardan biri estrogenni o'rnini bosuvchi terapiya va hatto kontratseptiv tabletkalardir. Yana bir sabab dori vositalari, ayniqsa statinlar, antibiotiklar va antidepressantlar. Bularning barchasi jigarga zarar yetkazadi va u yetarli miqdorda o't ishlab chiqara olmaydi. Bu esa ushbu muammoni oldini olishga to'sqinlik qiladi. Albatta, boshqa sabablar ham bor. Spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, zararli ovqatlar, uglevodlar, shakar, kraxmallar, don mahsulotlari. Bularning barchasi muammo sabablari hisoblanadi. Bu muammodan qanday qutulish mumkin? Birinchidan, men aytib o'tgan mahsulotlarni ratsiondan chiqarish kerak. Ammo yana bir juda kuchli vosita bor. Tutka deb ataladigan o't tuzlarini qabul qilish. Tutka o't cho'kmasini suyultiradi. Jigardagi yog' miqdorini kamaytirishga yordam beradi. U ko'zlar, miya va oshqozon osti bezi uchun ham foydalidir.
Ammo ko'pincha ratsionni o'zgartirishning o'zi kifoya qiladi. Hatto taurindan boshqa hech narsa qabul qilmaslik ham mumkin, chunki u ham o't tuzlari uchun xom ashyo hisoblanadi. Savol shundaki, sizda bu muammo bormi? Buni aniqlashning juda tezkor usuli bor. Turg'unlikni kamaytirish uchun qo'llar bilan shu sohani massaj qilish kerak. Agar bu sizning muammoingiz sababi bo'lsa, siz darhol bo'yning o'ng tomonida, yelkada, hatto kurakda yoki o'ng qo'lda yengillikni his qilasiz. Bu deyarli darhol sodir bo'ladi. Qo'llar bilan qovurg'alar ostidagi shu joyni bosish kerak. Oldinga, orqaga bosib, qattiqlashgan joyni topguncha davom eting. So'ng aynan shu joyga bosimni saqlab turing. Siz o'ng yelkani his qila boshlaysiz va uning bo'shashganini tekshirib ko'ring. 10 ta odamdan kamida 8ida darhol yengillik paydo bo'ladi. Shunda siz muammoning asosiy sababi bu yerda ekanini, u yerda emasligini tushunasiz va muammoni faqat ovqatlanishni o'zgartirish orqali hal qilish mumkinligini anglaysiz. Bir kuni siz bu muammoga ega bo'lgan odamni uchratishingiz mumkin. Balki bu muammo sizda ham bor edi. Endi esa siz uni qanday hal qilishni bilasiz. Izohlarda bu usul yordam berdimi yo'qmi yozib qoldiring. Qo'ng'iroqchani bosishni unutmadingizmi? Mana, o't tuzlari normal holatda va patologiyada nomli kitob. Unda juda qimmatli ma'lumotlar bor. Eshitib ko'ring. Qadim zamonlarda odamlar o't nima vazifa bajarishini bilishmagan. Ular o'tning foydasi yo'q, faqat zarar keltiradi deb o'ylashgan. Agar u organizmda uzoq vaqt qolsa, jigarning ichki qismini bezovta qiladi, qonga tushishi va juda ko'p muammolar keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblashgan. O't oqib turganida hammasi yaxshi, lekin u qayerdadir tiqilib qolsa, hammasi yomon. Qiziq tomoni shundaki, qadimgi Yunonistonda miloddan avvalgi 5-asr atrofida tana suyuqliklarini o'rganishgan va o'sha paytlarda o't boshqa suyuqliklar qatori sog'liq yoki kasallik indikatori deb hisoblangan. Ammo faqat 21-asrning o'rtalarida odamlar o't nima ekanini tushunib yetishdi. Chunki aynan o'sha paytda ular o'tni ajratib olishni va uning yordamida qo'llardan yog'ni ketkazishni o'rganishdi. Xuddi yuvish vositalari va sovun kabi. Shunda odamlar o't yog'li ovqatni parchalashga yordam berishini anglashdi. O't hosil qilish uchun organizmga yetarli miqdorda rux va magniy kerak bo'ladi. Bular kofaktorlardir. Ammo agar sizda o't bilan bog'liq muammo bo'lmasa-chi? Agar siz bo'yini yoki yelkasi haqiqatdan ham og'riydigan 20% odamlar qatoriga kirsangizchi, nima qilish kerak? Menda o't pufagiga bag'ishlangan to'liq kurs bor. Yoziling. Siz o't pufagingiz bilan hammasi joyida ekaniga ishonchingiz komilmi? Agar unda toshlar bo'lsa, uni olib tashlash kerakmi? Agar o't pufagi olib tashlangan bo'lsa, qanday to'g'ri ovqatlanish kerak? Asoratlarning oldini qanday olish mumkin? Qabziyat, kolika, dam bo'lish va ko'ngil aynishini qanday yengish mumkin? Bularning barchasi haqida men o't pufagi bo'yicha kursimda gapirib beraman. Pastdagi havola orqali yoziling. Ko'rishguncha.